Moliyaviy bozorlar. Hammaga salom. Bugun men moliyaviy bozorlar va iqtisodiy indikatorlarning ahamiyati haqida ma'lumot beraman. Moliya bozori bu xaridorlar va sotuvchilar qimmatli qog'ozlar, obligatsiyalar, valyutalar va derivativlar kabi aktivlar savdosida ishtirok etadigan bozor hisoblanadi. Moliyaviy bozorlarga fond birjalari va tovar birjalarini misol qilib keltirish mumkin. Ushbu bozorlar New York fond birjasi kabi jismoniy joylar yoki Nasdaq kabi elektron tizimlar bo'lishi mumkin. Moliyaviy bozorlarni dunyoning deyarli har bir davlatida topish mumkin va ular iqtisodiyotning umumiy holatini baholashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Asosiy iqtisodiy indikatorlardan biri yalpi ichki mahsulot bo'lib, u iqtisodiyotning umumiy dollar qiymatini o'lchaydi. U 4 qismdan iborat: iste'mol, investitsiyalar, sof eksport va davlat xarajatlari. Yalpi ichki mahsulotning o'sishi investorlar uchun muhim, chunki u iqtisodiyot va fond bozorining holatini baholash uchun yordam beradi. Boshqa iqtisodiy indikatorlar qatoriga ishlab chiqarish korxonalari uchun ishlab chiqarish darajasi va bandligini ko'rsatadigan xarid qilish menejerlari indeksi va inflyatsiyani o'lchaydigan iste'mol narxlari indeksi kiradi. Moliyaviy bozorlarni kapital bozorlari, pul bozorlari, derivativ bozorlar, valyuta bozorlari, spot bozorlar, banklar aro bozorlar, qimmatli qog'ozlar bozorlari, kredit bozorlari va tovar bozorlari kabi har xil turlarga ajratish mumkin. Kapital bozorlari aksiyadorlik va qarz vositalarini sotib olish va sotish, investorlar va kapital foydalanuvchilari o'rtasida jamg'arma hamda investitsiyalarni yo'naltirish uchun ishlatiladi. Ular yana birlamchi bozorlarga bo'linadi. Bu yerda yangi tashkil etilgan qimmatli qog'ozlar sotib olinadi va sotiladi. Ikkilamchi bozorlarda esa investorlar o'rtasidagi mavjud qimmatli qog'ozlar savdo qilinadi. Fond bozorlari investorlarga ommaviy sotiladigan kompaniyalarning aksiyalarini sotib olish va sotish imkonini beradi. OTC, ya'ni birjadan tashqari bozorlar esa yirik birjalarda ro'yxatga olinmagan jamoat aksiyalari almashinuvini boshqaradi. Obligatsiyalar bozorlari obligatsiyalarni chiqarish va sotish orqali moliyalashtirishni ta'minlaydi. Pul bozori qisqa muddatli va yuqori likvidli, ya'ni aktivli qimmatli qog'ozlar bilan shug'ullanadi. Derivativlar bozori esa asosiy aktivlardan olingan qimmatli qog'ozlarni o'z ichiga oladi. Forex bozori valyutalar sotiladigan joy bo'lib, uni jahon miqyosida eng aktiv bozorga aylantirilmoqda. Naqd pul bozorlari tovar va qimmatli qog'ozlar bilan bog'liq operatsiyalar bo'yicha tezkor hisob-kitoblarni o'z ichiga oladi. Banklar aro bozorlar banklar va moliya institutlari o'rtasida valyuta savdosini amalga oshiradi. Qimmatli qog'ozlar bozorlari aksiyalarni chiqarish va sotish bilan shug'ullanadi. Kredit bozorlari esa qarz almashinuvini amalga oshirishda yordam beradi. Va nihoyat tovar bozori qattiq tovarlar, ya'ni tabiiy resurslar va yumshoq tovarlar, ya'ni qishloq xo'jaligi mahsulotlari kabi xomashyo yoki asosiy tovarlarni sotib olish va sotishni o'z ichiga oladi. Ushbu moliyaviy bozorlar bizning iqtisodiyotimizda hal qiluvchi rol o'ynaydi va jismoniy shaxslar hamda muassasalar uchun turli xil investitsiya imkoniyatlarini yaratadi. Iqtisodiy indikatorlarni monitoring qilish, ya'ni boshqarish va moliyaviy bozorlar faoliyatini tushunish to'g'ri investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun muhim ahamiyatga ega.